donasi $100 sotilgan premium kачестводagi pechonitsamiz kelgan. Bu pechonitsamiz Xitoy emas, Eronniki bo'ladi. Mana bu kodlarigacha turibdi. Kolичествоsi unaqa ko'p emas, bori yo'g'i 100 ta korobka bu yerda turibdi. Razmerlari ham har xil. Hozir sizlarga ochib ko'rsatamiz. Xo'p, mana buni qaranglar, hali ochilmagan. Razmerlarini qaranglar, narxi ishoninglar, sutiki narxi chiqqan. Men hozir obzori joyida qilib beraman, to'g'ri tushunasizlar. Chunki hali buni biz stolga qo'yishga vaqt yo'q. Mana buni qaranglar. Mana toza bronza bo'ladi, zashtninglari bor. Olib buni to'yxonachi, prokatchi akalarimiz yaxshi tushunishadi va yaxshi olishadi. Nimaga? Quloqlari ko'chib ketmaydi, hech narsa qilmaydi. Svarkada ishlov berilgan bo'ladi. Mana bu ham toza farforman pechatlarni ham qaranglar. Gap yo'q lekin. Buni har xil razmerlari bor. Bu yoqda hozir men o'rtacha razmerni ochdim. Mana mashisi $80, $70 atrofida sotilgan standart 100 ta har xil razmeri bor. $35 dan berib yuboramiz. Nima deyapti $35? Ochiqni aytsam, o'zini ham kirib kelmagan narxi menimcha bu yerda mana bunaqa razmerlari ham bor. Mana dumaloq razmerlari ham bor. Mana buni qaranglar. Gap yo'q. Zo'ra. Bu ham mana original Eron. Bu yerda kolичествоlar har xili bor. O'zingizlar kelasizlar, yoqqanini tanlab olaverasizlar. Kelaveringlar do'konimizga.